Feeling o'tib ketdi. Qodirqulov o'zini taklif etdi. Himoyachidan to'p Markoga keldi. Uzatma zo'r bo'ldi. Hojimurzayevdan uzatma va 1-1 gol! Dinamo raqib darvozasini ishg'ol etishga muvaffaq bo'lyapti do'stlar. Uchrashuvning legionerlar o'z so'zini aytyapti. Frede mana bu yerda Hojimurzayevdan pas qabul qilib olganda ofsaydda emasmidi? Mana shu savolga takroriy lavhalar javob beradi. Mana hujumning boshlanishi mana bu yerda yo'q. Menimcha ofsayd yo'q edi. Himoyachi bilan bitta chiziqda turganda bu kadr to'liq ochib beradi. Hojimirzayev yo'l yo'lakka yugurib kirib borayotgandi va to'pni kutib turgandi. Uni oyog'iga to'p juda chiroyli kelib tushdi va u yugurish barobarida darvozabon turgan nuqtani ham ko'rib oldi va yonidan o'tkazib yuborib, unchalik